skolları koptu. Çünkü şu hakakina a르바이트 kılı juramandı oylamasdan karakterler o'rganishga harakat qilinglar. Men O'zbekistonda yashaganimda nima deydi? Bir ikkita qonunlarni bujo yashaganman. Misol registratsiya qilishiga, vaqti o'tib shunaqa qilgani uchun shu uchastkada mana o'shalar menga rosa baqirdilar. Keyin shu xabar bermasdan ham koreys tilidan dars berib, shu noqonuniy ish ham qilganman. Lekin Koreya kelib nima deydi? Ujubalarni qarasam, ular nima deydi? Mashinalarini pravasiz ko'p haydab yurar ekan. Shuni qara hayron bo'ldim. O'zbekistonda men tanishlariga so'rasa, hech kim O'zbekistonda pravasi boshini haydamaydi-da. Lekin Koreyaga kelib negadir ular pravasi boshini haydayapti. Bunga sabab nima? Ular nimaga shunaqa qilyapti deb o'ylasam, menimcha Koreyada gaylar yo'q-da shu ko'chada. Shunga shunaqa qilganmasmi deb ham o'yladim. Lekin siz nima deydi? Gaylar yo'q bo'lsa ham bizda kameralar turibdi. Shunga sizlarni jarimalari kelyapti. Shunga sizlarni etiyo bo'lib boshini haydinglar. Mening nomerim agar kimdir kerak paytda menga xabar berib so'rasangiz ham bo'ladi. Lekin 9 dan 6gacha ishlayman. 6dan keyin menga xabar bersangiz men shuni o'chiraman.